Assalomu alaykum, Agina House obunachilari. Mana bugun islomimiz bugun necha? 25 mi, 24 mi? 25. 25-oktyabr. Shanba kuni Xudo xolasa Toshkent viloyati Qibray tumani Mayskida joylashgan Sheriskan fermasida mana sizlarga buqachalardan chiqarib beramiz. Angus. Maşallah. Ular narx-navosiga kelsak, hozir so'rab bilamiz hozir bularni. Faqat Angus bu yerda. Hozir yo'lda semental aralashlari bor hammasidan. Bu yerdan sizlarga ko'rsatganimiz Anguslar ko'rsatamiz. Mana. Charchoqlar bor hammasini. Endi keyin. Mana bu yoqda mana Mickey Mouse'lari. Mana Mickey Mouse shunaqalari. Sharqlar bular narxlarini nechi pulgacha bilasizmi, bilmaysan avval bularni. Eng kichik anaqa. Ha? 19 dan 22 gacha mana anguslarimiz narxi. Sirasi yetib ketamiz. Bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart emas. Dakansi ko'rish yoqsa, dakansi ko'rib ketaverasiz xudo xolasa. Hozir yo'qdan sizga shoxli varan Greenfordlar ko'rsatamiz. Sementallar ko'rsatamiz. Xudo xolasa ko'rsataveramiz. Yangi partiyada bular. Kecha kelgan ertalab. Kecha ertalab kelganda bular. Kecha ertalab kelgan bular. Kecha ertalab kelgan. Otlarga chiqargan bular. Bizga ham prosmotr bo'lsin deb qo'yamiz akalar. Yo'qsa yangi odamlar ko'rayotgan bo'lsa, podpisatsiyadan bosib, like bosib ketinglar. Xudo xolasa fermadan chiqarib turamiz, sotilgan narx-navolarni chiqarib turamiz, klientlar kelgan olgan narxlarini, qaysi bizga qanchaga ketdi. Yangi kelgan mollar ko'rsatamiz, optimum ketganini ko'rsatamiz. Ketdi shahar yo ko'rildi, endi yo'lda qanaqa mollar bor?